Zaxiriddin Muhammad Bobur hayotidagi eng qiziq voqealardan biri bu uning Samarqandni egallashdagi orzusi edi. Bu uning bolalikdan bo'lgan orzusi. Bu birinchi marta Bobur 1497-yilda 15 yoshida Samarqandni egallaydi. Ammo uni qo'ldan boy beradi. Keyingi yoshida u Samarqandni egallaydi, lekin uni har tomondan Shayboniyxon qo'shinlari qurshab olgan edi. Katta kuch atrofida yig'ilganini bilgan Zaxiriddin Muhammad Bobur xalqni ruhlantirishga harakat qiladi va askarlari bilan oddiy kiyimda xalq ichiga kirib, oziq-ovqat va boshqa kerakli buyumlar tarqatadi. Biroq vaziyat tig'iz va jiddiy edi. U Samarqandni tashlab ketishga majbur bo'ladi. Shayboniyxon katta kuch bilan kelayotganini bilgandan so'ng u Samarqanddan chekinadi. Bu Bobur uchun og'riqli edi, lekin u ko'nglini cho'ktirmadi va Hindistonda juda katta Mo'g'ullar imperiyasi qurishga qaror qildi. Hayotdagi bir yomon voqea hayotning eng yaxshi onlarini sizga tuhfa qilishi mumkin. Sog' bo'ling.